Hammaga assalomu alaykum. Bu videoda biz Elbir Kesh qayerda joylashganini shu savolga javob berib ko'ramiz. Xo'sh, Elbir Kesh qayerda joylashgan? O'zi Elbir Kesh bu nima? Bu eng tezkor va eng kichik o'lchamdagi kesh xotira bo'lib, u to'g'ridan to'g'ri protsessor yadrosi ichida joylashgan bo'ladi. Agar qisqa qilib shu savolga javob beradigan bo'lsak. Xo'sh, Elbir kesh xotira o'zi nima? Bu kichikgina RAM xotiraga o'xshaydi, operativniy xotiraga o'xshaydi. Vaqtinchalik ma'lumotlarni saqlab turish uchun bu protsessorni ichida bo'ladi. Protsessorda o'zini operativ xotirasi judayam kichkina bo'ladi, kilobaytlarda bo'ladi. Bu narsa o'zi kichkinagina ma'lumotlarni saqlab turadi. Demak, Elbir keshi qayerda joylashgan? Shu protsessor yadrosida ichida joylashgan bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot: Elbir kesh odatda har bir yadroni o'ziga xos bo'ladi. Har bitta yadroni ichida bo'ladi. To есть har bitta yadroni ichida bo'ladi Elbir kesh. Ikkita qismda bo'ladi. Elbir instructor cache buyruqlarni saqlaydi. Elbir data cache ma'lumotlarni saqlaydi. O'zimni deb o'ylab qaraydigan bo'lsak, hajm odatda 18 kilobayt va 128 kilobaytgacha bo'ladi, atrofida bo'ladi. Eng katta tez eng tezkor bo'lsa-da, eng kichik bo'l bo'lgan kesh turi hisoblanadi. Juda kichkina, lekin juda tez ishlaydi. Juda ma'lumotlarni tez saqlab, va ma'lumotlar bilan sortirovkasi bilan tez ishlaydi. Bu protsessor va RAM o'rtasidagi tezlik farqini kamaytirish uchun ishlatiladi. Bu o'zi L1 kesh nimaga kerak? Bu protsessorda o'zida bor. Nimaga desangiz, operativ xotiraga ko'p murojaat qilmasligi uchun, o'zida ushlab turish uchun shu narsa yaratilgan. Bu uni ichida nima saqlanadi? Uni ichida masalan L1 keshni ichida protsessor nima qilish kerak narsalarni hisoblab saqlab turadi. Siz masalan 10-15 ta buyruq berib tashlaysiz klaviaturada, masalan Windows Air, Windows 1 bolalarini bosib tashlasangiz, u juda tez bo'ladi-ku, tez bajariladi-ku. U o'sha Windows Air'ni bossangiz, reski L1 keshga borib saqlaydi. Foydalanuvchi L1 Windows Air'ni bosdi, saqlandi deydi, keyin uni bajarilgandan keyin o'chirib tashlaydi. То есть protsessor nima qilish kerakligini L1 keshda o'sha narsalarni ma'lumotini saqlab turadi va vaqtinchalik o'chirib tashlaydi. Agar bu bo'lmaganda L1 kesh bu har bitta vazifani RAM ga saqlagan bo'lardi. RAM esa ancha uzoqroqda ma'lumot kelishi, ma'lumot almashishi juda ham astalashib qolardi va kompyuter asta ishlaydigan bo'lib qolardi. Shuning uchun L1 kesh narsa yaratilgan. L1 kesh bu har bitta yadroning ichida saqlanadi, chunki har bitta yadromiz bitta vazifani bajara oladi. Shuning hisobiga har bitta yadroning o'zini keshi bo'ladi. Menimcha bu savolga javob tushunarli bo'ldi. Hammaga rahmat.